Aholini qiynab kelayotgan muammo va masalalarini o'z vaqtida hal etish, joylarda qulay muhit va sharoit yaratishda hududlarda faoliyat yuritib kelayotgan xalq deputatlari, mahalliy kengashlar deputatlarining o'rni katta bo'lyapti. Ayni shu maqsadda xalq deputatlari Yangiqo'rg'on tuman kengashida mahalliy kengashlar faoliyatini namunali tashkil etishning ustuvor yo'nalishlari, muammo va yechimlar mavzusida seminar bo'lib o'tdi. Tafsilotlar hozirgi reportajimizda. Oliy Majlis Senatining xalq deputatlari mahalliy kengashlari faoliyatini namunali tashkil etish to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlash maqsadida xalq deputatlari Yangiqo'rg'on tuman kengashida seminar tashkil etildi. Dastlab ishtirokchilar xalq deputatlari tuman kengashi faoliyatini namunali tashkil etish mezonlari asosida jihozlangan binoda yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar. Uchrashuvda so'z olganlar aholi bilan tizimli muloqotni yo'lga qo'yish, ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlikni kuchaytirish, deputat so'rovi institutidan faol foydalanish, mahalla yettiligi, kengash, senat hamkorligini kuchaytirish lozimligini ta'kidladilar. Shuningdek, kengash sessiyalarida qabul qilingan qarorlar ijrosini muntazam ravishda tahlil etish, joylardagi mas'ul tashkilotlar faoliyatini baholab borish orqali samaradorlikni oshirish lozimligi qayd etildi. Joy chiroyli bo'lsa, barcha sharoitlar yaratilgan bo'lsa, odamni ishlagisi keladi, ochiq gap. Mana shu bugun deputatlarga shu sharoitni yaratdikki, ularga motivatsiya bo'lsin, ularga rag'bat bo'lsin va astoydil ishlasin. Bugun prezidentimiz oldimizga juda katta vazifalarni qo'yaptilar. Deputat xalq bilan birga bo'lsin, kengash xalqni g'ami bilan yashasin. Ya'ni kuchli kengash va tashabbuskor hokim. Mana shuni bu yerda bir tashkil etish bo'yicha yig'ilishib, gaplashib oldik. Bugungi deputat, bugungi kengash oldingi kengash emas, oldingi deputat emas, borib yig'ilishda qarsak solib, qo'l ko'tarib qaytib keladigan. U xalq g'ami bilan, xalq dardi bilan yashash kerak va mana shu joydagi muammolarni olib chiqish kerak. Seminarda xalq deputatlari Yangiqo'rg'on tuman kengashi tomonidan qabul qilingan qarorlar, doimiy komissiya hujjatlari hamda deputatlarning shu kunga qadar bajargan ishlari yuzasidan axborot eshitildi. Jarayonda mavjud kamchiliklar va yutuqlar tahlil etildi. Shundan so'ng mahalliy kengashlar xodimlari tumandagi Bunyodkor mahallasida bo'lishdi. Bu yerda mahalla yettiligi xodimlari uchun yaratilgan sharoitlar, joriy yilning shu kuniga qadar aholi bandligini ta'minlash va aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish borasida bajarilgan ishlar yo'nalishlari bo'yicha tahlil qilindi. Shuningdek, fuqarolar bilan bo'lib o'tgan muloqot davomida shu hududda yashovchi Jahon Poshsho Ahmedova hamda Zulfiya Jamolovalarning sog'lig'ini tiklash borasida qilgan murojaatlari qanoatlantiriladigan bo'ldi.